Yong'oq stullarimiz sotiladi. 6 ta stul, bitta stoli bo'ladi. Stuli ham 100% yong'oqdan. Ko'rishingiz mumkin, stulun juda ham chiroyli ishlangan, eko koja, yuvib tozalab bemalol ishlata olasizlar. Stoli ham 100% yong'oq, juda ham pishiq, usti granit tosh bo'ladi. Yumolar shaklda 1.30. Hop, bu to'rtburchak shaklda ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Granit tosh ancha unchaga sinmaydi, ancha xizmat qiladi. Narxi 6 ta stul, bitta stolni $650. Keyin buni koloniy toshi ham bor, mana. Bu ham xuddi shunaqa. Ham yumaloq shaklda, ham to'rtburchak shaklda ishlatishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham stollar juda ham sifatli ishlangan. Koloniy toshligi uchun buni narxi $700. Kimga shunaqa sifatli stullar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Yong'oq stullarimiz sotiladi. 6 ta stul, bitta stoli bo'ladi. Stuli ham 100% yong'oqdan. Ko'rishingiz mumkin, stulun juda ham chiroyli ishlangan, eko koja, yuvib tozalab bemalol ishlata olasizlar. Stoli ham 100% yong'oq, juda ham pishiq, usti granit tosh bo'ladi. Yumolar shaklda 1.30. Hop, bu to'rtburchak shaklda ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Granit tosh ancha unchaga sinmaydi, ancha xizmat qiladi. Narxi 6 ta stul, bitta stolni $650. Keyin buni koloniy toshi ham bor, mana. Bu ham xuddi shunaqa. Ham yumaloq shaklda, ham to'rtburchak shaklda ishlatishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham stollar juda ham sifatli ishlangan. Koloniy toshligi uchun buni narxi $700. Kimga shunaqa sifatli stullar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar.